لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Chorloving nasibdir bormoqqa hajga Parvona bo'layin Ka'bang sirojga Gunohimiz o'tib duo ijobga Fazlu marhamating to'la savobga Salovat aytamiz takbir hamdlar Malaikalar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak Zamzam ila qilgum komil tahorat Safo marva aro yursam barokat Hajning ihromiga yog'dirding rahmat Rasuling yonida topdim sakinat Salovat aytamiz takbir hamdlar Malaikalar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Bismillah xolis niyatim hamroh nasib aylasa Alloh onam hoji qilaman otam hoji qilaman borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim farzim qarzim sharafim onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz armon belim sindirib yelkam uzra mindirib Ka'bani aylantirib
onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim. Mana shu haj ziyoratiga ketayotgan aziz otaxonlar, onaxonlar, bugun endi juda xursandchilik ulug'. Mana shu tumanimizdan sizlar borib, har bir mo'min musulmonning asosiy farzlaridan bitta bo'lgan haj ziyoratini amalga oshirib qaytasizlar. Eng xursandchilik tomonlaridan biri, har yili mana shu tumanimizdan hajga boruvchilarning soni va berilayotgan kvota hurmatli prezidentimiz yaratib bergan sharoitlar hisobiga ko'payib boradi. Kvota va qo'shimchalar bilan 72 ta 2 bo'lib jo'natamiz. Mana 72 ta odam. Oldin 20 ta 30 ta bo'lsa ham xursand bo'lardi. Bitta ketganda 72 ta faqat bitta tumanimiz o'zidan haj ziyoratini o'ziga ketishyapti. 50 ta mahallamizda bittadan mana qo'shimchasi bilan bo'lib 72 ta mana shu ziyoratimizni, jonajon vatanimizni nomini ulug' ko'tarib, mana shu barchaga namuna bo'lib, barchaga o'rnak bo'lib ko'rsata oladigan darajada xursandchiliklarda bizni mana shu Farg'ona viloyatini, qolaversa Toshloq tumanining nomini balandlarga ko'tarib, O'zbekistonning nomini balandlarga ko'tarib, o'sha yerda haj amallarini bajarib, sog' salomat qaytib kelishlarini, bexato qaytishlarini tilakdoshimiz. Barchalarini yaratgan Alloh o'ylagan barcha niyat va maqsadlarini yetkazsin. Albatta shu yana bo'ladigan bizning iltimosimiz, hajda mana shu Makkada bo'lingan paytda, Ka'bada, Madinada payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ravzalarida mana shu jonajon O'zbekistonimizning rivoji va tinchligi uchun, qolaversa mana shu Farg'ona viloyatining Toshloq tumanining rivoji uchun mana shu duolarni qilib so'rasalaring, mana shu hududlarimiz ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham gumanitar barcha sohalarda rivojlansa, bizni asosiy niyat maqsadlarimiz shu. Avvalo dunyo tinch bo'lsin. Allohning nazari tushgan davlatimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz obod bo'lsin. Hamma shunday yaratib bergan Allohga beadad shukrlar. Allohning va payg'ambarimiz radhiyallohu ko'p qatorda sog' salomat va ziyorat berish. Allohning fazilatlari hammalariga rahmat. Otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz. Otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz. Otam mening yelkamda qanotimsiz. Iymon yo'lin oqlagan, Qur'onni quchoqlagan, miskin ko'nglim ovlagan hoji otam. Muhammadga ummatlarim, qalbi pok g'animatlarim, jannatiy ne'matlarim hoji onam. Obidasta qo'lida, joy namozni to'rida, saxovat har yo'lida hoji otam. Xonadonim nuri otam, farishtalar xuri onam, jannatda toj kiydirayin hoji onam. Duo
Duogo'yim sarishtam, poyingiz ko'zga sursam, boringizga ming shukr, oq libosli farishtam. Hoji bo'lgan hojim otam, hoji bo'lgan jonim onam, muborak bo'lsin bu kun, hoji otam, hoji onam. Ihrom tashlab egniga, labbayka Alloh degan, Ka'bani tavof qilib, shaytonga toshlar otgan, yaxshilikka yuz burgan, savob ortidan yurgan, jannatdan qasr qurgan hoji otam. Sabr bardoshli otam, mehri quyoshli onam, hoji akbarim otam, hoji anbarim onam, xonadonim nuri otam, farishtalar xuri onam, jannatda toj kiydirayin hoji onam. Duogo'yim sarishtam, poyingiz ko'zga sursam, boringizga ming shukr, oq libosli farishtam. Hoji bo'lgan hojim otam, hoji bo'lgan jonim onam, muborak bo'lsin bu kun, hoji otam, hoji onam. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli tuman hokimlari. Har safar yaxshilardik, yig'ilishlarda